Sartepa hududi 5-mikrorayon, 4-qavat va 5-qavatimiz bor. O'rtada joylashgan 2 xonalik korobka holatda. Xo'p, planirovkasiga qaraymiz, holatiga qaramaymiz. Shu zavodskoy holatimizda turibdi. Mana bu kirganda chap va o'ng qo'lda skvoznoy planirovka bo'ladi bunaqa kvartiralar. Birinchi xonamiz. Xo'p, buni olamiz u o'zimizga ma'qul qilib, ta'mirlab, mazza qilib yashaymiz. 6 metrlik balkoni bor, mana shu joyda balkoni. Xo'p, planirovka juda ajoyib. Hamma xonalar alohida. Mana bu joyimiz plan bo'yicha oshxona joy bo'ladi. Va oshxonadan ham balkonga chiqish joyi bor. Buni bemalol 3 xonalikka aylantirib ishlatsangiz bo'ladi. Bu xonani yana bitta yotoqxona qilamiz. Balkonning bir tarafiga oshxonani chiqaramiz, ikkinchi tarafiga ovqatlanish zonasini tashkil qilib qo'yamiz. Sanuzillar alohida turibdi. Svet hozir yo'q, sal yorug'lik yetishmaydi. Hozir o'shaning uchun fonarchamizni yo'qib olamiz. Mana bu taraf hojatxona, bu tarafingiz yuvinish xonamiz bo'ladi. Xo'p, kirish qismi hol joyi va chap qo'lda asli yotoqxona joyi. Quyosh tomon qaralgan, bu tarafda ham maytagina balkonchasi bor. Ana shunaqa variantimiz sotuvga chiqdi. Hurmatli do'stlar, Samarqand shahar Sartepa 5-mikrorayon, 5 qavatlik eski dom, skvoznoy planirovka, Yugoslavskiy proyekt deydi. 4-qavatda 2 xonaligimiz sotuvga chiqdi. Narxini pastdagi izohlarga yozib qoldiraman hamda kvadraturasini pastdagi izohlarni bossangiz barcha ma'lumotlar kelib chiqadi. Qiziqqanlar tezda aloqaga chiqamiz.